Assalomu alaykum Jondor Lider avtosalon kuzatuvchilari. Mana bugun avtosalonimizda barcha turdagi avtomashinlarning narxini O'ktamjon aytib o'tadilar. Birinchi mashinamiz 19-yil Spark metan gazda tan narxi 6700. Ikkinchi avtomashinamiz 2022-yil Labo $7000. Uchinchi avtomashinamiz 2011-yil Lacetti 5900. To'rtinchi avtomashinamiz 2019-yil Nexia 3 7500. 2020-yil Nexia 3 7700. Bu 2025-yil Pacha Cobalt'imiz 12600. 2023-yil avtomat Cobalt'imiz 10700. 2021-yil avtomat Cobalt'imiz 9700. 2021-yil avtomat Cobalt'imiz 10500. 2023-yil Cobalt'imiz avtomat 11500. 2021-yil Gentra'miz zavodskoy metan 10300. 2021-yil Gentra'miz benzinda 10300. 2023 avtomat Gentra'miz 12700. 2023-yil XL Malibu'miz 27000. 2024-yil BYD avtomashinamiz 33000. 2025-yil avtomashinamiz BYD 20000. Bunday imkoniyat faqat Jondor Lider avtosalonda mavjud. Barchangizni kutib qolamiz.